Yo, hammaga assalomu alaykum. Nimaga bola yaxshimisizlar? Mana bugun sizlar bilan Minecraft o'yinida opam bilan vijivaniya qilamiz. Opam bilan vijivaniya qilamiz bolalar. Sizlar bilan mana opam nobek mana. Sizlar bilan bugun vijivaniya uyqu bo'lganmiz. Kech qurib tushib uxlash kerak. O'rtog'imni bilan ham aytaman, uxlaydi o'rtog'im ham. Bo'ldi, uxladik ikkalamiz ham. Minecraft o'ynaganimizga like bosib, obuna bo'linglar. Shuncha mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Biz sizlarga ajoyib o'yin ko'rishga va'da beramiz. Hozir like bosib obuna bo'linglar. Biz va yangi va yaxshi videolar chiqaramiz. Muhammad Ali o'zimning kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar mana shu videoyim bolalar 1000 ta like yig'sa, sizlarga konkurs qilib beraman. Hozir endi shaxtaga tushaman men. Hozir ko'ramiz shaxtada nima olmoqchi diamond. Lekin 100% temir topishim kerak. Shar temir topishim. Chunki temir menga kerak. Fakil olamiz. Bo'ldi. Kirkan bor. Hop, o'zimga uzr bor. Hop, o'zimga taxta olish kerak ezgincha. Taxta yetadi menimcha. Tosh kerak, toshdan yasaymiz. Mana toshdan bitta topor yasaymiz. So'ngra ortiqcha narsalarni qo'yib qo'yamiz. Kellar endi shaxtadan o'zimizga kerakli narsalarni olib olamiz. Keldik. Kerak bizga hozir shaxta mana u yerda edi. Men ko'rdim. Juron katta shaxtaga o'xshayapti. Mana bu ko'ramiz endi. Mana bu shaxtada nimalar borligini, fakil bor. Fakil bor, hamma narsalar bor. Kerak emas bu. Hop, fakil qo'yamiz va yana fakil. Lekin bu chuqur emas ekan. Mana bu yerda ham bor ekan joy. Yo'q, bu yerda kerakli narsalar yo'q ekan bizga. Boshqa shaxtaga borishimizga to'g'ri keladi. Boshqa shaxta mana bu yerlarda ham shaxta bor ekan. Shaxtalar bor, meni yonimda kam o'tiribdi. Katta shaxta bo'lsa yaxshi bo'lardi, yaxshigina lut. Katta shaxtalar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir shaxtaga kiryapman. Ko'raman nima chiqarkan. Mana shaxtaga kirdik, sizlar. Yana bir shaxta bor ekan, negadir ekran hozir tepada qora bo'lib qoldi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Fakilim bor, endi biz yaxshi lava degani bu yerda. Yaqin. Yonyapman, yana yonyapman. O'lmasam bo'ldi hozir. Va o'lsam lekin yomon bo'ladi va biz temir ko'rib qoldim azizlar. Qaraganimda yaxshigina omadim bor ekan. Temir topib oldim ikkitagina. Va bu yerda ham temir bor ekan azizlar, qaranglar. Temirlar makoni ko'p. Kommentariyada siz eng ko'p temir topganingiz qancha? Meniki bitta joydan 8 ta temir chiqqan. Shan bo'lsa bugun bo'ldi, bugun o'zimda bo'ldi.
ortadan mesela bitta mana shu qaziganingizda davom ettira olganda nechani 1 2 ta 3 ta chiqdi menda 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta chiqdi hozir menda. Ana yana rekordim hali yangilangani yo'q rekordim. Lekin temir topdim. Jonim bitta qoldi. Hozir zombilar chiqib qolmasa bo'ldi. Xo'p, bu yerda fakillarni qo'yamiz va oxirida hech nima yo'q. Shuning uchun fakillarimizni tejaymiz. Tejagan holda olamiz fakillarimizni. Bo'ldi, tashqariga chiqamiz, yetadi yoki mana bu yerda bitta yo'l bor ekan. Ko'rdingiz, hamma ko'rdi. Shu yo'lga ketdik, qani. O ham chiqish ekan. Chiqolmas ekan bu shaxtalar. Hamma shaxtalar yaxshi. Yana temir ko'rib qolganimni qaranglar. Vo, azlar. Ay. Yomon topib oldim bolalar hozir. Temir ko'p ekan. Ay. Va ikkita temir chiqdi bu yerdan. Qanaqa qilib voy, suv toshdi. Suv toshdi. Men kichkina joyda, hozir kichkina joyda edim bolalar. Suv toshdi. Qochish kerak bu yana. Hop. Ay. Iron qara, baxki. Qara, men ko'rsin, qo'rib qo'ydi. Men nega ekran chet qara, ekranga shaxtaga kirganimga ham bo'lyapti. Boshqalar bo'lyapti. Lekin boshqa shaxta topdim. Mana yana bolalar. Izlayam. Podpis bo'lmaydi. Bilmadim. Ay! Lavaga tushib qoldim. Ay! Lavaga tushyaptimi? Ha, mana hamda keldim. Yo'l esimda. Kim esda o'z komment yozaringlar deb. Ya, unchalik. Yiro mong'oraga. Horrormi bu? Mong'ora. Mana buni yoqqanimga botdi. Mana buni bo'lmadi-ku. Mayli azizlar, o'zimizni azizlar nima deyapman? Toshkentlik gapiraylik. Mayli, tugataman bolalar, bo'pti. Hammaga rahmat. Creeper panqilladi. Lekin o'ldiraman. Bo'pti, hammaga rahmat. Like, obunachdan chiqmasin.